Dastlabki traktorimiz MTZ-82.1 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Motochas 2300 soat. Narxi 270 million kami bor. Manzil Toshkent viloyati. Batafsil ma'lumotlarni esa traktor egalaridan qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Navbatdagi texnikamiz Belarus 82.1 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishlab turibdi. Narxi 145 million kami bor. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumani. Navbatdagi traktorimiz esa MTZ-80 1990-yil. Holati zo'r. Motor korobka zo'r, ishga tayyor holda. Faqat minish kerak degan ma'lumotlarni qoldirishgan. Manzil Samarqand viloyati. Navbatdagi traktorimiz ham MTZ-80 rusumida. Qo'shimcha plugi bor. Hamma balonlari yangi. Motor korobkalari ham zo'r. Narxi 80 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Keyingi traktorimiz Belarus, holati yaxshi, statorga yuradi. Yili 1989-yil. Kamchiligi yo'q. Olgan odam baraka topadi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Namangan viloyati. Quyidagi raqamlarga telefon qilib, yetarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatdagi traktor T28 kombayni bilan sotiladi. Holati zo'r, hamma joyi zo'r. Kelib ko'rishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi komplekt 55 million kami bor. Manzil Xorazm. Quyida telefon raqamlarini qoldirishgan. Navbatda 3 koliso MTZ-80. Holati zo'r. Kapital remont bo'lgan. Xarajati yo'q. Narxi 100 million. Manzil Xorazm viloyati deb telefon raqamlarini qoldirishgan. Yumuz ishqibozlar uchun navbatdagi traktorimiz Yumuz rusumda. 1991-yil. Holati zo'r. Motor korobka zo'r. Rul gidravlika. Satrlari ham zo'r holatda. Minishga tayyor deya ma'lumot qoldirishgan. Narxi 35 million. Manzil Toshkent. Quyidagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Yumuz ishqibozlari uchun yana bir Yumuz traktorimiz sotiladi. Remontdan chiqdi. Hamma zapchastlari yangi bosildi. Minishga tayyor deyishmoqda. Narxi 45 million kami bor. Manzil Jizzax viloyati. Quyidagi raqamlar orqali yetarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatdagi traktorimiz T40. Holati yaxshi. Motor korobka ochilmagan. 4 ta baloni yangi. Qolgan ma'lumotlarni olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Belarus traktor 2018-yilda ishlab chiqarilgan. 6400 motochas. Traktor soz holda. Manzil Jizzax. Narxi 220 million kami bor. Navbatdagi traktorimiz Belarus 82. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi 240 million kami bor. Holati a'lo. Motor korobka zo'r. Manzil Andijon viloyati Xo'jobod tumani. Oxirgi texnikamiz MTZ-80 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi 50 million kami bor. Holati a'lo. Motor korobka zo'r. Manzil Toshkent viloyati Parkent tumani.